Hop. Assalomu alaykum. Biz 11-etajdamiz. Anhor Residence. Xo'sh. 30 ta gips kardon stenovoy bilagi. 15 pochka reyki. Mana lizaga ham qurishga ulgurdi, xudo xolisa. Mana shu Nodir bilan ikkalamiz tashidik mana shuni. 11-etaj. Nodir charchadingmi? Charchash. Ozgina bo'ldi. Tamam, unisi ham mayli. Yana bittamiz bor edilar, akam. Har safar shu yuk keladigan kuni chiqmaylar-da ishga. O'z yukka olib chiqtirib beraman deyotdi, guruchli bolalar. Topilmadi ish qilib. O'zimiz olib chiqdik. Mana 11-etaj. Bu bilagi patolochniy emas, stenovoy. 1-2 lik. Endi xudo xolisa bu yoqqa ish jarayonini olib tashlab turamiz. Sizlarda ham shunaqa ishga chiqmaydiganlar bormi?